$7700 ga bitgan 9 metrlik oshxonamizga nimalar qilinganini siz bilan ko'rib chiqamiz. Bu mebelimiz fasad qismiga 100% akrildan foydalanganmiz hamda vitishka, gaz plita, duxovka, mikrovolnovka Hoffman brendidan qo'yilgan. Uy egalariga qulaylik bo'lish maqsadida gaz plitamizni tagiga kargo qo'yib berganmiz hamda tortmalarini yonida ko'rinmaydigan tandem saleskalardan qilib berganmiz. Bu joyimizga posudomoyka qo'yilgan. Toshiba firmasidan Korolevskiy kamin moykalar qo'yilgan. Xolodilnigimiz ikkita eshikli, ya'ni 4 ta eshikli bo'ladi. Past tomoni muzlatgich. Bu xolodilnigimiz ham Toshiba brendidan qo'yilgan. Bu mebelimizga katta ikkita Aventus qo'yib berganmiz. Ikkala Aventusimiz ham bo'lim mexanizmlardan qo'yilgan. Mana shu xonadonimizga qilingan oshxona mebeli hamma texnikalari bilan $7700 ga aylandi. Agarda sizga ham shunaqangi oshxona mebellari kerak bo'ladigan bo'lsa, tortinmasdan bemalol telefon qilishingiz mumkin.